Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi Musofir USA kanali va doimgidek Shahriyor Amonov hamkasbim Zafarbek Ne'matov bilan ayni damda biz Etihod City Futbol Akademiyasidamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor xabaringiz bor. Yana bir necha kunlardan so'ng dunyo futbol muxlislarining nigohi Amerika, Kanada va Meksikaga qaratiladi va Jahon chempionati uchrashuvlariga start beriladi. Va mana shu Jahon chempionati musobaqasida milliy terma jamoamiz ham birinchi marta ishtirok etadi. Bugun terma jamoamiz New York shahrida mashg'ulotlar olib bormoqda. Umuman oxirgi tayyorgarlik bosqichi New York shahrida davom etyapti. Ertaga esa terma jamoamiz Jahon chempionati guruh bosqichidan oldingi oxirgi nazorat sinov o'rtoqlik uchrashuvida Yevropaning kuchli termalaridan biri Gollandiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Mashg'ulot jarayoni New York vaqti bilan 2:45 ayni tushlik paytida bo'lyapti. Bu bejizga emas, sababi ertangi o'rtoqlik o'yini ham Gollandiyaga qarshi vatandoshlarimiz aynan mana shu vaqtda maydonga tushadi. Muhitga moslashish maqsadida mashg'ulotni ham mana shunday oftob bo'lishiga qaramasdan o'tamoqda. Kanada bilan o'yinga ham to'xtalib o'tsangiz, so'ngra men tayyorgarlik jarayoni haqida ozgina bilgan ma'lumotlarimni keltirib o'taman. Yigitlarimizni shunchaki negativ fikrlar bilan hozirda ularni xafa qilish mavzuda emas deb bilaman. Sababi Kanadada juda ham noqulay ob-havo bo'ldi. O'sha kuni sovuq, kuchli yomg'ir. Undan tashqari biz boshqacha taktika bilan maydonga tushdik. Shahriyor gapingizni bilmoqchiman. Biz trenerimiz maxsus ko'rsatma yoki maxsus topshiriq bergan bo'lishi ham mumkin. Hamma kozirlarni ochish mumkin emas, chunki Kanada bilan o'yin televideniyada namoyish etildi va raqib jamoalar murabbiylari bu uchrashuvni tomosha qilganligi aniq. Shuning uchun bosh murabbiy Fabio Cannavaro hamma sirlarni ochmadi deb yaxshi gumonda bo'lamiz. Shunday. Terma jamoamiz Amerika Qo'shma Shtatlariga 30 nafar futbolchi bilan tashrif buyurdi va ulardan 26 nafari yakuniy ro'yxatga tushgan. Siz bu kichik ko'rsatuvimizni tomosha qilayotganingizda terma jamoamiz allaqachon Atlantadagi FIFA tomonidan ajratilgan bazaga yetib borgan bo'ladi. Yana bilasizmi, bir narsaga ahamiyat berdim. Eng muhimi, Kolumbiya matbuoti bizni yigitlarimiz haqida juda ham iliq fikr bildirmoqda va ular O'zbekiston atayin yutqazib berdi degan taxminlarni ham ilgari surishmoqda. Bu chalg'ituvchi deyapti va bu narsaga e'tibor bermaslikka chaqirmoqda. Ammo lekin o'zimiznikilar juda ham ko'p tanqid, ya'ni tanqidiy fikrlarni yog'dirishmoqda. Tanqidchilarni ham to'g'ri tushunish kerak. Tanqid kelajak mevasi deydi. Lekin sizlardan ayni paytda iltimosimiz, so'rovimiz bor. Keling hammamiz bir bo'lib terma jamoamizni tanqid qilish emas, qo'llab-quvvatlash kerak. Bu bizning birinchi jahon chempionatimiz. 34 yil kutilgan Markaziy Osiyoda, nafaqat Markaziy Osiyoda, balki sobiq MDH mamlakatlarida ham faqatgina O'zbekiston milliy terma jamoasiga jahon chempionatida ishtirok etish nasib qildi. O'ylaymanki, terma jamoamiz bizni uyaltirib qo'ymaydi. Harul aka, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsiz. Xo'p. Jahon chempionati doirasida sizni Amerikada ko'rib turganimizdan shaxsan o'zimiz ham xursandmiz. Harul aka, siz birinchi marotaba Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrif buyurgansiz. Aynan milliy terma jamoamiz Kanadaga qarshi mag'lubiyatdan so'ng, ya'ni o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyatdan so'ng ko'pchilik mutaxassislar iqlimni, ob-havoni sabab qilib keltirishganda, futbol muxlislari tabiiyki buni to'g'ri qabul qilishmadi. Siz Amerikaga birinchi marta tashrif buyurayotgan O'zbekistonlik sifatida, keling birinchi savolimizni iqlimdan boshlaymiz. O'zi iqlim qanday? Hozir bizda mana kuni kechasi O'zbekistonda edingiz. Bizdagi iqlim bilan bu yerdagi iqlimni siz shaxsan o'zingiz farqini sezdingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Men Amerikaga ikkinchi marta kelishim. 2006-yil ham kelganman. Boshqa sabab bilan kelib turib 6 tami shtatga borganmiz. Endi u yerda katta simpozium bo'lgan. Iqlimdan kelib chiqadigan bo'lsa, men hozir Chorvoqqa chiqqanday bo'ldim. O'zbekistonning havosi, lekin bir salqin, New Jersey shunaqa joy ekan. O'zi kelishda daraxtlar ko'payganini ko'rib turib, suvlarni ko'rib turganimizdan keyin deyarli shu iqlimni taxmin qilgandim. Soat mana 3 bo'lyapti. 3 da qanaqa mashg'ulot o'tkazishar ekan degandik. Mashg'ulot bemalol o'tkazsa bo'ladigan havo ideal, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin Kanada menimcha o'yinni jahon orqali ertalab sharhladik Toshkentda. Televizorda ham ko'rinib turganda-da, havo qanaqaligi, men kelib turib futbolchilar bilan emas, asosan administratsiya bilan gaplashganimizda ular tushuntirishdi.
qanaqa havo bo'lgan, ya'ni tabiiy, ular bir bahona tariqasida emas, tabiiy qanaqa kurtkalar sotib olishganini, yugurishganini, shoshib qolishganini aytishdi. Ikkinchi bo'limda balkim ayni shu narsa terma jamoamiz futbolchilariga ta'sir qildi, lekin ko'proq baribir men Kanavara birinchi bo'limni murabbiy sifatida yengganini ko'rdim. Ikkinchi bo'limda esa Kanada terma jamoasi ustozi g'alaba qozondi. Sababi bizni kamchiliklarimizdan to'g'ri foydalanib 9 ta futbolchini tushirdi. Endi bu futbol, o'rtoqlik o'yinlari, xudoga shukr bizda ham sekin-sekin o'rtoqlik o'yinlari ma'nosida qabul qilinyapti. Oldinlari juda sho'sh bo'lib ketardi. Hozir ham bor, yozishlari mumkin, lekin umumiy jurnalistlar, mutaxassislarni gapiga quloq soladigan bo'lsak, Eldor Shomurodovning o'sha vaziyati, misol uchun ko'kka sovurgan vaziyati, balkim yaxshi bo'lgandirki, misol uchun yutib qo'yadigan bo'lsak, keyinchalik yanada bosim ko'payib ketishi mumkin edi, hali kutilmalar ko'payib ketishi mumkin edi. O'ylashimcha, hattoki endi mag'lubiyatda maqtab bo'lmaydi, lekin o'rtoqlik o'yinlaridagi mag'lubiyat raqibni chalg'ituvchi vosita hisoblanadi. Portugaliya jurnalistlari shunaqa deyishyapti, O'zbekiston bizni aldadi deyishyapti. Ikkinchi bo'limda mutlaqo qarshi hujumga chiqishmadi, nimanidir yashirishyapti degan mazmunda gapirishdi. Bu ajoyib gap. Buni o'ylab qarasak, hatto Portugaliya O'zbekistondan hayiqayotgani, umid qilamiz Cannavaro va uning shtabi nima qilayotganini bilyapti. Qayoqqa qarab ketayotganini bilyapti. Muhim o'sha paytga, aynan o'sha Meksikada bo'ladigan uchrashuvga hamma futbolchimiz yuksak formada, hamma taktikalarimiz to'g'ri ishlaydigan holatga yetib kelsa, menimcha shu o'zi eng asosiy masala shu. Endi uchrashuvda nima bo'lishini hozir to'g'risi hattoki futbolchilar o'zi ham bilmaydi. Kuryoz bitta gol, bizni darvozabonimizga bitta kuryoz narigi darvozaga kiritilgan gol o'yinni o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun Amerikadagi iqlim boshqa, Kanadadagi ob-havo boshqa ekanligini aytmoqchiman. Tushunarli. Avvalroq bizni tomosha qilayotganlardan uzr so'rayman. Sizning Amerikaga kelganingiz meni birozgina yodimdan chiqibdi. Baribir qarshida hozir afsonaviy futbol sharhlovchisi. Bir tomondan to'g'ri aytdingiz, futbol bo'yicha kelmagan. Yo'q, xabarim bor. Intervyungizda ham ko'rganman, o'sha 3 soatmi 4 soat taksida umuman gapirmasdan kelgan voqeani aytib berganingiz yodimga tushdi hozir. Aytmoqchimanki, demak, hozir sizning gapingizdan xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu Kanadaga qarshi o'rtoqlik o'yinidagi mag'lubiyat terma jamoamiz foydasiga ishladimi shunda? Endi juda ko'p kamchiliklarni ko'rib oldik-da. Deylik gol bo'lganda, uchrashuvni Misr yutgandek yutishimiz mumkin edi. Lekin haqiqiy muammolarimiz qolib ketishi mumkin edi, ko'rmay qolish mumkin edi. Ertaga rasmiy uchrashuvda o'sha muammolarni Kolumbiya ko'rsatib turgandan ko'ra, Kanada ko'rsatgani yaxshiroq bo'ldi. Xo'sh, unda ertangi o'yin Gollandiyaga qarshi yana o'sha xatolarni ko'rib olish uchun maydonga tushadimi yigitlar yoki Gollandiya o'zi juda ehtiyotkor o'ynasa kerak, chunki ularda yulduz ko'proq, ularda yetakchi futbolchilar ko'proq va ular jahon chempionatiga yaqinlashgani sayin o'zlarini ehtiyot qilishadi. Chunki umuman yulduz futbolchilar doimo, mana Mbappe hozir 5 kunga jarohat oldi deyishyapti. U rostmi, rost emasmi hali. Shunaqa bir media aldayotgan paytda yashayapmiz, shov-shuvlar paytda yashayapmiz. Shu yuzasidan oladigan bo'lsak, atayin qilishmadim bilmadim futbolchilarimiz misol uchun o'sha vaziyatni. Lekin umumiy kamchilik, o'rtoqlik o'yinlaridagi yuzaga chiqqan kamchilik menimcha rasmiy uchrashuvlarda asqotadi-da. Taxminingiz qaysi taktikada maydonga tushamiz ertangi o'rtoqlik o'yiniga Gollandiyaga qarshi? Ya'ni o'sha 3-5 sxema o'zgarmaydi deb o'ylayman. Niderlandiya juda pressing qilmaydi. Ayniqsa ertangi uchrashuvda unaqa pressing qilmaydi deb o'ylayman. Ayaproq o'ynaydi. Ammo baribir qarshi hujumga tayanib, Eldor Shomurodovning tezligi ishonib o'ynasa kerak. Faqat shuni har xil yo'sinda ishlab olyapti-da, chamamda. Birinchi bo'limda qilgan ishini ikkinchi bo'limda qilmoqchi bo'ldi, lekin o'xshamadi. Faqat o'sha tarkibdagi o'ynamagan futbolchilarni o'ynatadimi yoki yo'qmi? O'ynatsa nima uchun o'ynatadi? Buni endi faqat Cannavaro aytishi mumkin-da. Demak, guruh bosqichidagi raqiblarimiz aniqlangan vaqtda sizning taxminingiz uchun Kolumbiyaga qarshi agar biz durangga erisha olsak va Kongoga qarshi g'alabaga qo'shilsak, olsak, guruh bosqichidan chiqamiz degan taxminlarni o'z podkastlaringizda, o'zingizning kanallaringizda aytib o'tgansiz. Bugungi kundagi taxminlaringiz ham o'z kuchida qolganmi yoki nimalardir? O'zi taxmin emas, u orzu o'zi aslida. Orzu. Ya'ni to'rachko orzu. Ya'ni mana shunaqa bo'lsa shunaqa, chunki haligi real voqelik bor va o'sha real voqelikka mana misol uchun bir gilos osilib turgan bo'lsa, rosa sakrasak ham yeta olmaymiz, lekin ozgina qoladi. Chunki bir harakat qilib turib qattiqroq sakragan bir payt qaysidir sakrashimizda o'sha gilosni uzib olishimiz mumkin. O'zbekiston terma jamoasi agar shunaqa qilsa,
o'zini imkoniyatidan bir bosh yuqori sakray olsa, shu 4 ochkolar olish mumkin, 3 ochko olish mumkin. Lekin biz ko'rib 4 turibmiz. ochko bu Kolumbiya bilan durang yo Portugaliya bilan Bilmadim, yo'qmi? bilmadim, qaysi Portugaliyani biri? yutish ehtimoli bormi? Yigitlarni potensialdan kuchidan kelib chiqib Yo'q. terma jamoaga yutish. Endi real qarashimiz kerak. Portugaliya nafaqat guruh favoriti, balki turnir favoritlaridan biri. Hozir butunlay kayfiyat ham, Jota qazo qilgan Ronaldoning oxirgi mavsumi futbolchilarga bu juda yuqori motivatsiyalar beradi. Ya'ni ular ikki bosh sakrashi ular mumkin-da, xuddi shunaqa holatda turishib. Shuning uchun men o'zi aslida to'g'risi O'zbekiston terma jamoasi asriy orzumuzni haligi ushalishiga yordam berdi. Hazrati Umar haligi chuqur o'sha quduq ochib bergan payti, ikkinchi marta quduq ochgan paytida Payg'ambar alayhisalom aytganlar. Endi nima qilsa qilaversin deganlar. Ya'ni shunaqa bir katta ish qilib qo'yganki, endi bu yerga nima qilsa qilaversin degan ma'nodagi gaplar bor. Endi men ilohiyatga aralashtirmoqchi emasman, lekin men ichimda to'g'risi O'zbekiston terma jamoasi shu yigitlar jahon chempionatiga chiqib nima qilsa qilaversin. Tushunarli. Berib bo'ldi, beradiganini berib bo'ldi. Endi nima qilsa qilaversin. Ulardan ortiqcha narsa talab qilishimiz noto'g'ri. Bu guruh ko'rib turib, aqli joyida bo'lgan odam bu guruh ko'rib turib, O'zbekiston terma jamoasi talab qiladigan narsasi rohatlanib o'ynash bo'ldi. Tushunarli. Muhimi davlatimiz rahbari ham aynan shaxsan o'zlari ta'kidlab o'tganlaridek, yigitlar allaqachon tarixni yaratishib bo'lishdi. Ular jahon chempionatida qolganini vaqt ko'rsatadi. Bu yoq bonus bo'ladi. Jahon chempionatiga jiddiy tayyorlanyapmiz. Xudo xolasa ruhan ham jismonan tayyor deb o'ylaymiz. Azizga shu o'tgan safar Kanada bilan bo'lgan nazorat o'yini haqida biroz gapirib o'tsak, kichik hisobda mag'lub bo'ldi. Shu haqda murabbiylar shtabi qanaqa xulosa chiqardi, qanaqa ishlandi, debari ko'rdik yo'da ob-havo reysga o'zgarib ketdi. Shu qanchalik qiyinchilik tug'dirdi? O'yinga keladigan bo'lsak, biz ko'rib chiqdik xato kamchiliklarni. Agar imkoniyatlarimizdan to'g'ri foydalanganimizda o'ylaymanki, boshqacha hisob bo'lardi. Agar o'sha boshdagi imkoniyatlar, birinchi bo'limdagi imkoniyatlarga golga aylanganda o'yin tubdan o'zgargan bo'lardi deb o'ylayman. Buni xudo xolasa keyingi o'yinlarda shu realizatsiyani yaxshilashga harakat qilamiz. Azizga shu yig'inni mana boshida o'zi may boshida yig'inda Toshkentda boshlanib, hozir Nyu-Yorkda davom etyapti. Ya'ni so'nggi bosqichi. Juraq bilan ham o'rganish boshlagan bo'lsanglar kerak. Mana Kolumbiya yaqinda Kosta-Rika bilan o'ynadi. Kolumbiya o'zi o'rganish boshlagan. Ha, endi hozir bu birinchi o'rinda biz hozir Gollandiyani o'rgandik. Endi Gollandiyadan keyin Kolumbiya o'rgansak kerak. Hozir birinchi raqibimiz Gollandiya, unga hozir tayyorlanyapmiz. Undan keyin xudo xolasa Kolumbiya o'rganishimiz. Azizga endi biz tabiiyki guruhda masalan asosiy favorit hisoblanmaymiz va eng masalan keyingi bosqich chiqish imkoniyati eng kam jamoa hisoblashyapti bizani. Shu qanchalik endi shu bosim yo'qligi, mana temnoy lashatka deydi, shunaqa bo'lish, naborot sizlarga davleniyani olib tashlayotgandi. Yo, endi avvalambor Xudodan bolalar chiqib maksimum harakat qiladi. Futbol surprizlarga boy. Harakat qilamiz, shu xalqimizni xursand qilgani. Maksimal harakat qilamiz. Xudo xolasa, endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Endi amalimiz deb o'ylayman. Davron, avvalo sizni Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-Yorkda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Millionlab futbol muxlislari qatori biz ham milliy terma jamoamizni o'z tarixidagi ilk jahon chempionatida ishtirok etayotgandan juda ham baxtiyormiz. Terma jamoa bilan juda ko'p vaqt birga bo'lgan mutaxassis sharhlovchi sifatida terma jamoamizning dastlabki ishtirok etayotgan mundialidan nima kutyapsiz? Assalomu alaykum. Albatta hammamiz kutgan kunlar yetib keldi. O'tgan yili mana 34 yillik orzuga erishgan bo'lsak, bu yili endi bevosita shu orzuni o'z ko'zimiz bilan ko'rish imkoniyatimiz paydo bo'layapti. Meni xursand qilgan o'zi bugun keldim. Xursand qilgan tomoni mana sizlarga o'xshagan hamyurtlarimiz doim terma jamoani qo'llab-quvvatlab, imkon boricha o'sha qoidalarga rioya qilgan holda yoritib, deylik, shu yerdagi o'zbekistonlik muxlislarga ma'lumotlarni yetkazib berayotgani va o'zini uydagidek his qilishyapti yigitlar ham, bu albatta quvontiradi. Endi bevosita jahon chempionatiga keladigan bo'lsak, Kolumbiya o'ta murakkab raqib. Qolaversa o'yin Meksikada o'tadi. Bu haqda ko'p gapirdik. Men Portugaliya bilan o'yinga to'xtalmoqchi edim. Biz har doim orzu qilganmiz mana shunday top jamoalar bilan uchrashishni. Hech bo'lmasa o'rtoqlik o'yini derdik. Yo'q, biz rasmiy o'yinda o'ynaymiz. Qolaversa jahon chempionatida o'ynaymiz. Qolaversa ikkinchi turda
nima demoqchiman? Bu o'yin Portugaliya uchun ham muhimda. Ya'ni Portugaliya bor kuchi bilan o'ynamadi, unaqa degan gaplar umuman o'rinsiz. Portugaliya guruhdan chiqish o'yinini o'tkazadi bizga qarshi. Va biz dunyoni eng yorqin yulduzlaridan biri Ronaldo, nafaqat futbolda, umuman eng ko'p Instagramda obunachiga ega bo'lgan shaxs bizga qarshi o'ynaydi. Chempionlar Ligasining eng yaxshi futbolchilaridan biri Vitinha, APLning eng yaxshi futbolchisi rasman Bruno Fernandes, assistlar bo'yicha tarixiy natija qayd etgan futbolchi. Mana shunday tarkibi balanslashgan va jahon chempionati favoritlaridan biriga qarshi O'zbekiston katta test o'tkazadi. Har doim savol berardik, nima bo'ladi jahon chempionatiga chiqsak. Mana tez kunda javob topamiz va meni ishonchim komil. Men natija 100% hech kim javob bera olmaydi, lekin ishonchim komilki, munosib ko'rinamiz. Unaqa juda bir klasslar o'rtasida tafovut kattalashib ketmaydi. Outsider emasmiz. Kichik outsidermiz, lekin yaqqol outsider emasmiz. To'g'ri. Men ham shaxsan kutyapman terma jamoamizdan qanaqadir bir portlashni, bir chaqnov bo'lishini kutyapman. Sababi guruhdagi o'sha mutaxassislar so'rov o'tkazganda 3% gina bizga ovoz berishgan, lekin baribir mo'jizalar bo'lishiga. Shunaqa bo'lgani yaxshi. Men bir narsaga hayronman-da, yaqqol outsider emasmiz deyapsiz. Gapingizdan xulosa qiladigan bo'lsak, Kongoni yutishimizga 100% ishonyapsizmi? Nimani natijasida kelib chiqqan? Kongoga juda yengil qaramayapmizmi? Yo'q, men 100% ishonyapman deya olmayman. Men yigitlar munosib o'ynab berishiga ishonaman. Yurakdan jonini berib, o'zi ham zavq olib o'ynab berishiga ishonyapman. Natija, misol uchun, bizni Portugaliyani yuta olmaymiz 100% ham deya olmaymiz. Yutib qo'yishimiz ham mumkin va biz 100% Kongoni yutamiz deya olmaymiz. Kongo ham kuchli jamoa. 10 ta futbolchisi top 5 ligada o'ynaydi.